Ulg'aymagan erkaklar qanday bo'ladi? Ulg'aymagan erkak muhabbat emas, qulaylik qidiradi. Uni maqtasangiz, unga mehr muhabbat bersangiz yoningizda bo'ladi, lekin u e'tiroz eshitsa yoki sizni kutuvlaringiz ko'paysa, bunday vaziyatda jahli chiqishi mumkin, ko'p arazlaydi, xafa bo'ladi. Ba'zi erkaklar kunlab, haftalab gaplashmay yurishi mumkin. Ulg'aymagan erkaklar doim onadek mehribon bo'lishingizni, qayg'urishingizni, mehr berishingizni kutadi. Agar siz emotsiyangizni ko'rsatadigan bo'lsangiz, u siz emotsiyalaringizni ko'tara olmaydi. Siz xafa bo'lganingizda, yig'laganingizda nima bo'ldi degan savolni bera olmaydi. U aksincha himoyalanadi yoki yopilib olishi mumkin. Bunday erkaklarni hayotiga jalb qiladigan ayol va qizlar aslida ona rolida yashaydigan juda ham mas'uliyatli ayollar hisoblanadi. Siz hayotingizga ulg'aymagan erkakni tortib olishni, jalb qilishni xohlamasangiz, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Haddan ortiq mas'uliyatli bo'lishdan, kuchli ona rolidan chiqishingiz kerak bo'ladi.